Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izleniş programmamızın 78. sanıga hoş geldiniz. Bugün biz hükümetimizin muavin Cumhur Reisi Sayragül Saadbay hanımni Amerika prezidenti Trump'a ochiq xat ve davamlaşıyotgan irqiy qirg'inchilik degan temada suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga hoş geldiniz Sayragül hanım. Rahmet, hoş gördük. Rahmet. Bizniki bu qitimliq temamiz Amerika prezidentiga ochiq xat ve davamlaşıyotgan irqiy qirg'inchilik bo'lgani uchun oldi bilan ochiq xat to'g'risida men Cumhur Reisimiz Mehmet Ali Efendim'nin X'ga yollagan ve torda so'zlagan tuvandagi so'zidan boshlasam ortiq ketmaydi deb o'ylayman. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Biz yilmam davomlashayotgan bir irqiy qirg'inchilikning qurbonlari. Biz ishg'ol qilingan bir vatanning fuqarolari. Biz vayron qilinayotgan bir kulturning sohiblari. Biz qul emgigiga silinayotgan bir xalqning bir parchasi. Biz dunyo tarafidan unutilayotgan bir tragediyaning tirik isbotlari. Xitoy bizga qilayotgan bu qirg'inchiliklari, jinoyatlari, xo'rliqlari va vayronchiliklari uchun cho'qim jazoga tortilishi kerak. Bugun bo'lmasa ata, ati bo'lmasa o'gin. O'gin bo'lmasa kelgusida hamon bir kuni biz buning uchun avlodma-avlod tirishimiz. Shu vajidan Sharqiy Turkiston surgun hukumati 2025-yildagi besilingan davlatlar haftaligi kelish oldida muajiratdagi Sharqiy Turkiston Uyg'ur tashkilotlarining mustamlika qilingan Sharqiy Turkistonda Xitoy doiralarining Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Trump hukumatiga jiddiy bir iltimos sunadi. Bu iltimosda biz Sharqiy Turkistonliklar uchun uchrayotgan krizisning insonparvarlikka yot ig'ir fojia bo'lib qolmasdan xalqimizning mavjudligi shundaqla Amerikaning davlat bexatarligi va iqtisodiy manfaatiga tahdid shakllantirayotganligini o'tirib qo'ydik. Shuningdek, buning qarta keskin harakat qo'llanishining ta'xirsizligini ilgari surdik. Oxirida bu krizisni hal qilishning birdan-bir chorasining ma'muriy buyruq tushirib, Sharqiy Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilish ekanligini tavsiya qildik. Bu iltimos Sharqiy Turkiston surgun hukumatining emas, balki muajiratdagi barliq Sharqiy Turkiston va Uyg'ur tashkilotlarining o'rtaq iltimosi, o'rtaq orzusi. Qarindoshlar, bu bizning yana bir qitim birlashish fursatimiz. Dushmanimiz parchalanishimizni, do'stlarimiz birlashishimizni xohlaydi. Bugun bu ishda birlashalmasak, erta hech ishda birlashalmaymiz. Bugun bu g'oyada o'rtoqlashalmasak, erta hech nimada o'rtoqlashalmaymiz. Bugun bu ishni birga qilmasak, erta hech ishni birga qila olmaymiz. Hammanglarga tuvanchilik bilan shuni iltimos qilamanki, bu chaqiriqqa ovoz qo'shib, ovozimizni Amerika hukumatiga birlikda bildirish muhim. O'zimizning birlikini namoyon qilaylik, do'stlarimizni bu orqali bizni texmi qo'llaydigan qilaylik, dushmanimizga bu birlikimiz orqali zarba beraylik. Kun sari madordan ketayotgan xalqimizga bu o'rtaq ishimiz orqali umid ato qilaylik. Hammanglarga rahmat. Xo'sh, ortiq gap ortiq. Bugungi programmamiz uzunga so'zilmaydi. Ushbu suhbatimizning oz-soz bo'lishiga tirishimiz. Rahmat Sayragül xonim. Asirga tushgan davlatlar haftaligida hukumatimiz prezident Trumpga ochiq xat yo'llamoqchi. Men o'qib o'tdim. Mehmet Ali Efendimninki butun xalqqa qilgan chaqiriqini. Endi muajiratdagi barliq imkoni bor tashkilotlarning imzosi bilan mustaqillik irodamizni namoyon qilaylik dedik. Sizcha bu ishning ahamiyati qanday bo'ladi? Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq bizni ko'rib o'tgan, bizni izchil qo'llab kelayotgan barliq xonimlar, apandilar, hammanglarning shu vaqtlaring xayrli bo'lsin. Ondan doktor Juratubil apandim, sizga ko'p rahmat shu muhim fursatni menga berganingiz uchun. Hamda muhim masalaga kelsak, bu iltimos to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tay. Ham ahamiyat
zo'rliq. 1959 yılı Amerika'nın şu vaxtdaki prezidenti Eisenhower efendim bunda mühim meseleni, mühim kararını o'tirib qo'ygan. Bu karar bolsa öz erkinligidan mahrum qilib, besib olingan davlatlar, asirga tushgan davlatlarni bir karar, qonunlashtirish masalasi. Şu nurg'unlagan besib olingan davlatlarning qatorida Sharqiy Turkiston bor bo'lib, Sharqiy Turkiston besib olingan davlatlar deb e'tirof qilingan ham qonunlashtirilgan. Shundan yağı hozirgacha bu muhim qarar besib olingan davlatlar haftaligi degan nom bilan hozircha xotirlanib kelmoqda. Bu yil mushu oyning 13dan 19 kungacha bo'lgan oralikda mushu besib olingan davlatlar haftaligi xotira kuni yana bir qadam tarix sahnasida qaytalanmoqchi. Endi bu fursatdan foydalanib bir mushu Sharqiy Turkiston xalqining nomidan mushunday bir muhim iltimos tayyorlandi. Prezident Trumpning nomiga. Endi buning ahamiyati bo'lsa, şu vaqtda masalan shu 1959 yılı Sharqiy Turkiston besib olingan davlat deb e'tirof qilingan. Bu qatimqi bu iltimos orqali Amerika hukumatini Sharqiy Turkistonning besib olingan zimin ekanligini qaytadan e'tirof qilishga da'vat qilish. Şu vaqtdagi qarorlashtirilgan, qonunlashtirilgan shu va'dasiga amal qilib Sharqiy Turkistonning besib olingan zimin ekanligini qaytadan e'tirof qilishga iltimos qilish. Endi bunda o'zinglar ko'rgandek bu iltimos sosyal medyada jarlanib, sosyal medialarda tarqatilyapti. Buning mazmunida o'zinglar ko'rgandek nurg'unlagan talablar ochiq yozilgan. Masalan deydigan bo'lsak, Sharqiy Turkistonda ham davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi jazo yurgizish. Hem Amerika hukumati yo'lga qo'ygan chiqqan bu majburiy emgak to'g'risidagi qonunni buning kuchaytirish. To'g'riliq muhim nurg'unlagan muhim iltimoslar bu iltimosimizning ichiga kirgizilgan. Endi buning bu iltimosning biz usunga bu iltimosning muhimligiga hem bunun ahamiyatiga keladigan bo'lsak, agar Sharqiy Turkistonning besib olingan zimin ekanligi e'tirof qilingan bo'lsa, bu butun barliq Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik kurashini amalga oshiradigan bir muhim bir tarixiy qadam, muhim bir tarixiy bosqichning boshlanishi deb qarashga bo'ladi. Bundan keyin bu besib olingan zimin ekanligi e'tirof qilingandan keyin mushu jarayonda kurash qilish orqali bu yo'l ochilgandan keyin xalqaroning mushu asosda xalqaroning qo'llashiga erishgan bo'ladi. Bu bir muhim qaror deb qarashga bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda bu iltimos butunlay Sharqiy Turkiston xalqining, Sharqiy Turkiston tashkilotlarining qo'l qo'yishi bilan ham Sharqiy Turkiston mustaqillikni iroda qilgan ham Sharqiy Turkiston tashkilotlarini bir yerga akilishda muhim rol o'ynaydi. Bu orqali Sharqiy Turkiston xalqi o'zining mustaqillik irodasining herkes tevrenmeydigan, kurashchan, bu kurashdan herkes voz kechmaydigan ham xalqning manfaati, vatanning ozodligi uchun, mustaqillik uchun bir niyat, bir maqsad bilan bir yerga kelalaydigan ittifoqchan bir kurashchan xalq ekanligini xalqarada namoyon qilishga bo'ladi. Bu orqali nurg'unlagan davlatlarning qo'llashiga erishgili bo'ladi deb qarayman. Chunki her qandaq o'zining erkinligi, o'zining mustaqilligi uchun kurash qilmaydigan insonga hech kim yordam qilmaydi. To'g'ri. Agar biz o'zimizning kurash o'zimizning mustaqilligimiz, o'zimizning erkinligimiz uchun davomli kurash qilib, bu kurashdan yanmaydigan tavrimiz irodamizda xalqarada namoyon qila olsak, mushu fursatdan foydalanib, undaqda bizni ko'rib turgan butun xalqaro bu mustaqillik kurashidan
vaz keçmeydigan muşundaq bir küreşçen xalqning uruhidan ulamı ta'sirlandi. ulamı təsəlli alıdı. Hem bular bir qullashqa tegishlik bo'lgan bir xalq ekan degan ko'z qarash bilan qaytadan bizning masalamiz qaytadan xalqaro sahnasiga chiqishiga bir yo'l ochildi deb qarayman. Şuna bu bir tarixiy mühim fürsət. Bu fürsətdən faydalanıb mən barlıq Şərqi Türkistan xalqının, barlıq Şərqi Türkistan təşkilatlarının muşu iltimasqa avaz qoşub, imkaniyatının barıca bununla qol qoyub, özünün muşu iltimasdaki tələblərimizin, birinci basqıçlarımızın mühim qararlarının elinişiga özünün bir kişilik qoşuşunu tüvənçilik bilan ümid qilaman, ham chaqiriq qilaman. Hammalarga rahmat. Rahmat. Bu əməliyyatda bu əsirgə düşkən dövlətlər degan bu gap 59-cı il çıxdı. Siz deganinizdek. Bununla uzun bo'ldi, ammo bu Amerikada tasdiqlangan va qonundan o'tgan. Qonun shaklida o'tirib qo'yilgan. Ham Turkiston deb əsir düşkən dövlətlər qatarida qabul qilgan. Demak, bu bizning huquqimiz. Ham Amerika buni e'tirof qilgan. Biz dal mush nuqtadan kirib turib, buningda biz o'zimizniki siz degandek mustaqilligimizni talab qilsak, bularning bizningki davlatimizning ismini Sharqiy Turkiston deb atashini talab qilsak, chunki o'zi degan, o'zi e'tirof qilgan. Faqat shuni asliga qaytarsa bo'ldi. Masalan, Tibetga qilayotgan barliq o'ziningki siyosatlarga o'xshash, bizgami shunday bir siyosatni yo'lga ichib bersa, o'xshash bo'ldi, barobar bo'ldi o chog'da. Adil bo'ldi bu ishlar. Biz siyosat qilganda hargizmi qandaqki bir odamlarningki lablari quruq gaplarning oqidan emas, balki amaliy siyosatda bor, qonunda bor ish bilan qilsak, buning unumi yaxshi bo'ladi. Ya'ni bizning harakatimizning qilayotgan ishlarimizni haq ko'radi va bular bu la'nati ismni ishlatishni xohlamaydi ekan, Sharqiy Turkiston degan ismni ishlatishni xohlaydi ekan va xalqaro bo'layotgan o'zininki davlatining taqdiriga bog'liq barliq imkoniyatni ching tutishni biladi ekan degan yak keldi. Buningdan burungi programmalarimizda Salih Xudoyor afandim tafsili qilib so'zlab, buningki mustaqbal siyosatning borligini, 59-yil o'tirg'i chiqqanligini, buni biz har yili hargiz bo'sh qo'yib o'tmay, bu fursatni ching tutishimiz kerak deb kelgan. Siz mi yaxshi dedingiz? Bizningki Cumhur raisimiz Mehmet Alamandimi bundan aytib yaxshi so'zlab tushundirdi. Shunga bu tashkilotlarningki buningga vaqtida bir imzo qo'yishni talab qilamiz. Chunki bu hech kimningki manfaatiga ziyon solmaydiki. Bu faqat Sharqiy Turkistonniki barliq xalqning manfaatiga foydali bir ish. Endi buningki vaqti sal nima bo'lib qoldi. Nimaninki 7-oyning 3-haftasi degan. Shunda olganda 7-oyning 21dan 26-gacha davomlashar ekan bu faoliyat, haftalik faoliyat. Bizningki imzo qo'yish, tashkilotlarning imzo qo'yish cheki 7-oyning 17-gacha. Shu vaqtgacha imzo qo'yilib bo'lsa, buni maxsus olib beradigan prezident Trumpning qo'liga yetkazadigan adam bor. Shunga bu nihoyat ahamiyatli ish. Hammalarningki kichikgina vaqtini chiqarib bunga bir ovoz qo'yishni umid qilamiz. Hamda Sayragul xonim irqiy qirg'inchilik dedik. Irqiy qirg'inchilik har xil shaklda unutildiryotidi, suyuqlandirilyotidi va sharmandalarcha yo'qqa chiqarilyotidi. Albatta, Xitoyning izchil yeli nayring bo'lsa, muajiratchilarning mas qadamda o'ynab berishlarimiz bor. Eng oddiy misoli to'p-to'pimiz bilan vatanga qaytishlarimiz bor. Siz bir lager shohid bo'lish sifatingiz bilan bu ishlarga qanday qaraysiz? Marhamat. Men o'zim ko'rgan, o'zim guvoh bo'lgan, o'sha ichinchilik eg'ir pajalar bilan selishtirgan vaqtda bu bir ichinchilik haqida deb qarashga bo'ladi. Bu millatga kelgan bir asrat. Bu yerdagi eng ichinchiligi nima deganda, Xitoy butunlay yo'qotishni nishon qilgan, o'sha irqiy qirg'inchilikqa uchratgan, o'sha xalqning qo'li bilan o'zining bu jinoyatini yoshirmoqchi, o'zining bu jinoyatini yapmoqchi bo'layotganligi. Bu nihoyat bir ichinchilik haqida deb qarashga bo'ladi. Ondan
Bu irqiy qirg'inchilikda Xitoy butunlay maqsadiga yetdi deb qarashga bo'ladi. Chunki Xitoyning plani bo'yicha bunga nurg'unlagan pul ajratdi, nurg'unlagan e'lonlarni ishlatdi, har xil razil ustalar bilan millatning sarxillarni lagerlarga, turmlarga soludi. Millat ailelerni vayron qildi, balalarning lagerlarga soludi. Endi hozir berib kelayotganlar bo'lsin mayli, O'rta Osiyodagi butunlay ichib etilgan mushu vizasiz mushu bir vaziyatga qaraydigan bo'lsak, hozir Xitoyning ishlayotgan butun yolg'on tashviqotlar yamrab ketdi desak bo'ladi. U yerda hammasi yaxshi bo'lib ketibdi, texi burunqidanmi yaxshi bo'lib ketibdi degan tashviqotlarni ko'rishga boshladik hozir. Men yana oldingi suhbatimda degan, Xitoyda hech narsa yaxshi bo'lmaydi, ham bo'lamaydi, ham burunqidek bo'lmaydi. Chunki u yerdagi millatlarni millat sifatida yo'qotish nishoniga Xitoy yetdi desak bo'ladi. Chunki bir millatning millat bo'lib millat sifatida mavjud bo'lib turishining 3 xil asosi bor. Bu birinchisi o'sha millatning tili. Ikkinchisi o'sha millatning o'ziga xos bo'lgan an'anaviy madaniyati. Uchinchisi diniy e'tiqod. O millatning o'zining dini desak bo'ladi. Mushu 3 xil narsa yo'qolgan vaqtda o'sha odamlar mavjud bo'lib tursimi, o millatga vakillik qilmaydi. Chunki o butunlay o'zining tabiatdan o'zgargan, asimlaslar qilingan o boshqa bir adam, o faqat inson, onu bir millat emas, onu bir inson deb qarashga bo'ladi. Onu bir odam qatorida ko'ramiz, lekin onun aşı millatga xos bo'lgan barliq xususiyatlari butunlay yo'qolgan deb qaraydi. Bu nimani bildiradi? Bu degan Xitoy maqsadiga yetdi, aşı millat sifatida yo'qotman degan nishonin butunlay to'liq o'rnadi desak bo'ladi. Shunga burunqidek hech narsa burunqidek bo'lmaydi. Faqatlam Xitoy hozir orliqda mushu virusni butun dunyoga qo'yib etish orqali orliqda mushu vaqt qozondi. O'zining bu jinoyatini to'liq ishga oshirish uchun vaqt qozondi. Uningdan keyingi buning hozir ishlatayotgani yolg'on tashviqotlar. Mushu O'rta Osiyodagi davlatlarga, yana boshqa davlatlarga o'xshash, mesela seyahat viza cheklamasini elib o'tish orqali o'zining jinoyatini mushu tashviqotlar, mushu yolg'on tashviqotlarni berib keluvchilarning qo'li bilan yopishga urinyotdi desak bo'ladi. Endi O'rta Osiyoda favqulodda nurg'unlagan analizlar deydi, O'rta Osiyodagi Xitoyning ta'sir kuchi, Rossiya Ukrainaga nima tajovuz qilib kirgandan keyin, urush boshlangandan keyin Rusning kuchi alsirab, ojizlab, O'rta Osiyodagi Xitoyning kuchi favqulodda kuchaydi. Amaliyotda O'rta Osiyo davlatlaridagi Xitoyning ta'sir kuchi burunmi kuchli edi. U faqat namoyon qilinmaydigan shaklda. Hozir deganda bu o'zining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik nishon o'zining o'ylagandek, planlagandek muvaffaqiyatli o'rinlagandan keyin endi bu ikkinchi bosqich planida O'rta Osiyodagi qo'shni davlatlarni o'ziga qo'shni davlatlarga hukmronlik qilish, ham ularga g'o'ji bo'lishdak ikkinchi planni boshladi desak bo'ladi. Buni hozir nurg'unlagan taraflardan ko'rishga bo'ladi. Mayli sayohat bo'lsin, mayli tashviqot, mayli biznes, mayli butunlay tovarlarni Xitoydan chiqqan hamma tovarlarni butun dunyoga taqitish, ularning butun dunyoga eksport qilishiga yo'l berish orqali bu o'zining razil planini kulib turib ishga oshirishga boshladi desak bo'ladi. Biz endi bu yerda qanday qilsak bo'ladi? Biz yolg'on tashviqotlarni ko'rib o'tirish emas, biz buningga vaqtida radiya berishimiz, buningga vaqtida qarshi turishimiz, bu Xitoyning butun yolg'on tashviqotini aldanmasligimiz. Agar buning oldini olmaydigan bo'lsa, boshqa mushuninga munosabatli bo'lgan davlatlarning Sharqiy Turkistonning mushu ahvatni
başqa dövlətlərdə qaytlanışının mümkünçiliğin bəlkə güclü ekanligini təklifləsək болады. Tarixiy sahnalardan, xalqara sahnalarda Xitay bir dünyanın tinchligini qoğdaydigan bir dövlət sifatida ko'rinadi. Əməliyyat onun əksincə, o dünyanın tinchligini qoğdaydigan emas, gerçi dünyanın tinchligini buzadigan, bütün dunyoga o'zi g'o'ja bo'lib, bütün dünyanın tartibini qalaymaqan qiladigan aşındaq bir rezil kompartiya o. O şu maqsadga yetish uchun hozir hamma yerda o'zining ta'sir kuchini ko'rsatishga boshladi. Bu degan bir qo'rqinchli oqibat. Shunga bu fojia faqat Sharqiy Turkiston bilan cheklanib qolmaydi. Men burungi gapimda yana qaytalayman. Bu dunyodagi har bir inson uchun tahdid ilib keladigan ish. Shunga biz bugun uyg'onishimiz kerak. Bugun buningga qarshi turishimiz kerak. Biz bunun Sharqiy Turkiston masalasining boshqa davlatlarda qaytlanmas, dunyo sahnasida qaytlanmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Bu bek muhim. Bu bizning kelajak bolalarimiz, avlodlarimiz uchun bek muhim. Rahmat. Rahmat. Siz degandek bu Xitoyning bu hokimiyati butun dunyo uchun bir xavf, bir böhron amaliyotda. Bular barliq yil-nayranglarni ishlatib, boshqalarga tinchlik ko'rinib turish orqali amaliyotda bizni to'liq yo'q qilyotidi, dunyoga tahdid olib kelyotidi. Biz buni bildirishimiz kerak, xuddi siz degandek. Amaliyotda bu Xitoylar o'zininki nayranglarini vaziyat qarab o'zgartib olib beryotidi. Hozir hammadan bak o'tirib chiqayotgani organ ko'chirish, insonlar a'zolarini ko'chirish operatsiyasiningki burunqidan 3 haftadan ko'p chiqlab menayotganini o'tirib chiqayotidi. Bizga berilgan dokladda biz buni Sharqiy Turkiston surgun dokumentida o'tirib qo'ydik. Yilga Sharqiy Turkiston xalqidan organ so'kish, organ ko'chirish operatsiyasi, ya'ni bizdan organ so'kish, ya'ni bizni o'ltirib, terik holda organ so'kish olib kelayotgan odam soni 25 mingdan 50 minggacha yilga. Hozir hamda buning ko'lami 3 hassa oshirildi degan bir narsa o'tirdi. Hamda insonning aqliga yetmaydi. Bu tirik insonning organini so'kish degan narsa. Ammo Xitoylar buni Xitoy FIFA degandek holatda butun top bilan xalqaro bir bozor ichyotdi. Mushundaq bir jinoyatlar bilan shug'ullanayotgan bir hokimiyatning abdi bashirini ichib tashlash bizning vazifamiz bo'lishi kerak. Bu qitimliq mushqitimizda amaliyotda Xitoyning mavjudligi, Xitoyning hokimiyati bizga emas, Sharqiy Turkistonning mavjudligiga emas, balki butun dunyoga, bo'libmi Amerikaga qanchalik darajada tahdid olib kelayotganligini tafsili yozib tushundik buningda. Chunki Xitoylar bu yerda kuchlansa, bu cho'qim Amerikani besib tushish kerak, dunyoga xo'ja bo'lish kerak. Bu holda Amerika Xitoyning agar mushu kuchlanishiga yo'l qo'ysa, bu chog'da hozirgi barliq ishlarga yo'l qo'ygan bo'ladi, bizningki mustaqilligimizga yo'l qo'ymagan bo'ladi. Biz ma nuqtadan tushundik bu ishni. Bu haqiqat. Biz o'zimiz bu mustaqilligimizni asli keltirishimiz uchun yezib olgan narsa emas. Bu amaliyot, bu haq. Xitoylar haqiqatan Amerikani besib tushish orqali dunyoni kontrol qildi. Amerikami xavf ostida hozir. Shunga biz bu ishni Trumpga mushxatni yozdik degan vaqtda biz bu ahvolni tushundik. Bizning ahvolimiz shunda haddidan ziyada hamda so'zlab tushuntirish oldidan o'tib ketgan, ammo boshqalarning ahvoli uncha yaxshi emas. Faqat ko'rinmaysizlar. Sizlar tushunolmaysizlar. Xitoyninki gapiga ishonib qolyapsizlar. Buni to'xtatinglar. Kim deganda bizning mustaqillik bo'lish yo'limizni ichib beringlar, o'zinglar deganni qilinglar degan narsani dedik. 59-yili bular o'tirib tashlagan bu asirchilik davlatlar deganning nurg'unlari hozir. Sharqiy Yevropadagi nurg'un davlatlar, O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlar o'z oldiga mustaqil davlat bo'lib qoldi. Biz qoldik. Lekin buni o'zi degan qonunga aylangan. Shunga shuni ta'kidladik. Yani bizning irqiy qirg'inchiligimiz desak, bu hargiz to'xtab qolmadi. Faqat Xitoylar shaklini o'zgartirib, tashviqotni kuchaytirdi. Bizning odamlarimiz uningga moslashib, o'ynab berdik. Amaliyotda o'zimiz bo'g'yapmiz degan gap. Bir qitimliq vatanga berib kelish bilan siz balkim ota-onalaringizni ko'rasiz, xush bo'lasiz, ammo millatning taqdiri uchun, vatanning kelgusi uchun bir xoin bo'lasiz. İnsanlıqqa yaramaysiz. Buna diqqat qiling. Hamda
Muaciratda Sharqi Turkiston mustaqillik kurashlarimiz suslab qilyaptimi? Bu kurashni iqishiga tashlab qo'yib yuraversak bo'ladimi sizlar? Nurg'un odamlar xuddi siz degandek shu mustaqillik ko'rishimiz to'xtab kelyotdi. Hammamiz jimib ketib boramiz. Hamma narsa jimib ketib boradi. Bizni qo'llashlarmi hozir burunqidek Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lmaydigan bo'ldi degandek bir salbiy ruhoniy kayfiyat shakllantirib oldik. Amaliyotda biz jimib ketib borayotgan xalqaro emas, jimib ketib borayotgan biz o'zimiz. Biz aşı Xitoy shakllantirgan aşı vaziyatda hamma narsani bo'ldi bu hamda hech narsa bizni hech kim qo'llamaydi. Biz hamda kurash qilganman foydasi yo'q deb burunqida Xitoyni bek kuchli ko'radigan, qo'rqinchli bir davlat, onunga hech kim onun bilan kurash qilolmaydigan, shunday bir salbiy bir ruhoniy nimani orqali özümüzni özümüz kontrol qilib, özümüzni özümüz kurash sepidan chetga qiqib, özümüzni özümüz kurashdan jimjitlikqa aylantiryapmiz. Bu özümüzning masalamiz deb qarashga bo'ladi. Abayman deb o'tgandek, özümüz kurash qilmasak, özümüz jimib ketsak, bizga hech kim kurash qilib, bizning yo'limizni hech kim ichib bermaydi. Bu bir insonmi shundaq. O'zi kurash qilmagan, o'zining erkinligi uchun kurash qilmagan, hech qanday harakat qilmagan insonga hech kim yordam qilmaydi. Biz oldi bilan biz o'zimizning mushu jimib ketib borayotganligimizni e'tirof qilishimiz kerak. E'tirof qilganki qanday qilamiz deganda biz qaytadan bosh ko'tarishimiz kerak. Mayli, burunqidek Sharqiy Turkistonlik barliq qarindoshlar qo'lidan nim keladi. Shu o'zimiz qo'limizdan keladigan fursatimiz, qo'limizdan keladigan aşı doiramiz bilan kurashni qaytadan tarix sahnasiga chiqarishimiz kerak. Bu bizning qo'limizdan keladi. Hozirga qadar Sharqiy Turkiston xalqi birlikda ittifoq bilan birlikka kelib, hozirga qadar kurash qilib, bu kurash sepidan tushib qolmadi. Faqatla bir odamning jimib ketganligi yanadagi nurg'unlagan odamga salbiy ta'sir ko'rsatyotdi. Bo'ldi, bu aziyib ketdi. Hech kim bizni qo'llamaydi. Buningdan hech qanday bir nima chiqmaydi, natija chiqmaydi. Bo'ldi, men o'zimning yo'lim bilan mangay degandek tan berish. Aslida biz Xitoy onchilik bir kuchli davlat emas. Bu yerda nima? Biz oz bo'lsaqmi, mushu tavranmas irodamizdan voz kechmasligimiz kerak. Biz ko'rishimizdan voz kechmasligimiz kerak. Biz mushu hozirgi vaziyatdagi fursatlarni foydalanishimiz kerak. Bu osonlik, aşı fursatni agar yaxshi foydalanilgan bo'lsa, o'zidan dushmani qanchalik kuchli bo'lsa-mu yengalaydi. Bu tarixlarda necha qatam qaytalangan bir tarixiy voqealar. Shunga biz o'zimizni o'zimiz qaytadan jonlantirishimiz kerak, kuchaytirishimiz kerak, tartib tashviqotlarga qarshi turishimiz kerak. Vaqtida radiya berishimiz kerak. Biz ish bo'lmaganda o'zimiz uchun bo'lmasimi, o'zimiz avlodlarimiz uchun, aşı Sharqiy Turkiston xalqining mavjudligi uchun butunlay millat sifatida yo'qab, zamonimizning butunlay Xitoyning qo'liga o'tib ketishining oldini olish uchun oxirgi bir odam qag'icha kurashimizni davom qilishimiz kerak. Bu biz uchun bek muhim. Biz shunday qila olgandilar, boshqalarni o'zimizga qoyil qila olamiz. Bu kurashdan voz kechmaydigan, mushundaq bir ittifoq bilan birlikka keladigan, mushundaq bir kurashchan xalqqa biz yordam berishga tegishlikmiz deydi. Chunki dunyoda haqqoniyat texi mavjud. Dunyoda haqqoniyat mavjud bo'lganligi uchun bu dunyo hozirgi kontrolligini, hozirgi tepatangligini saqlayotdi. Haqqoniyat yo'qolib ketgani yo'q. Haqqoniyatni suyadigan, kurashchan millatni suyadigan, bizni qo'llaydigan xalq, bizni qo'llaydigan nurg'unlagan davlatlar bor. Shunga biz ularning biz jimib ketsak, albatta ularning biz bilan kari bo'lmaydi. Shunga hozirgi vaziyatda jimib ketayotgan biz o'zimiz desak bo'ladi. Bu biz shunga men mushu fursatdan foydalanib barliq Sharqiy Turkiston xalqiga deydiganim, herkes voz kechmang. Cho'qim qilgan kurashingizning, qilgan mushu badallaringizning cho'qim bir
nimesi boladı. Bir neticesi boladı. Bu tarixda isbotlangan. Şuningdek hammanglarni kurashibga qaytadan kelishinglarni burunqidanmi texmo jiq taraflardan yaxshi ishlarni qilib birlashib mustaqillik kurashimizni qo'lga keltirish uchun g'alaba qozonishimiz uchun qo'limizdan kelgan kurashimizni qilishni hammanglarni tuvanchilik bilan chaqiriq qilaman. Chunki millat uchun, millatning manfaati uchun kurash qilish bu bek ulug' ish. Biz bu hayotmi tugaydi, bizmi ketimiz. Lekin hozir bizning qilayotganimizning hammasi bir tarix. Biz hozirgi qilayotganimiz o'zimiz uchun bo'lmasimi? Mushu bolalarimiz, mushu avlodlarimiz uchun, kelajagimiz uchun, dunyoning tinchligi uchun qilyapmiz deb o'zimizdan faxrlangan holda kurash sepimizni qaytadan jonlantirishga hammanglarni chaqiraman. Rahmat. Rahmat. Pek yaxshi dedingiz. Mana biz shunday bir kurash qilish fursati berdik. Marhamat, qo'l qo'yinglar. Bizningki yo'llagan Trumpga yo'llamoqchi bo'lgan xatga qancha ko'p qo'l qo'ysanglar, buning natijasi shuncha yaxshi bo'ladi. Kam deganda bu millat o'zini taniydi ekan, bu Sharqi Turkiston xalqi o'zining taqdiriga ko'ngil bo'ldi ekan degan narsani haqqa yetkazamiz. Bugun biz programmadan oz qilamiz, soz qilamiz degan programmamiz mushada oxirlashadi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Sayragul xonim, sizning ajratilgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarga Allohga omonat. Xayr xo'sh. Sizga rahmat, hammanglarga rahmat. Allohga omonat. Omon bo'linglar. Xayr xo'sh.